Bo'yda tumani Jidali mahalla fuqarolar yig'inidagi xonadonlardan birida uy muzeyi tashkil etilgan. Bu yerda noyob ashyolar va magnit tasmalariga muhrlangan qo'shiqlar javoni bor. Ushbu qo'shiq taniqli hofiz Rasul qori Mamadaliyev hamda uning ustozi. Qolaversa, ushbu uy muzeyi tashkilotchisining otasi Kamoliddin Hamroqulovlar tomonidan 1959-yilda aytilgan va magnit tasmasiga yozib olingan. Ushbu uy muzeyidan 1950 va 70-yillarda aytilgan klassik hamda xalq qo'shiqlarini ko'plab uchratish mumkin va ular qo'shiqsevarlarga manzur bo'lishi aniq. Uy muzeyining tashabbuskori Rasuljon ota Kamolovdir. Ushbu nuroniy Toshkent madaniyat institutida o'qigan. Tumandagi ko'plab nufuzli tashkilotlarda, jumladan madaniyat bo'limida faoliyat yuritgan. Qo'shiqlarni tasmaga yozish qahramonimizning hobbisi bo'lgan. Shu bois muzeydan mazkur sohaga oid eksponatlarni ko'plab uchratish mumkin. 8-sinfda o'qib yurganimda radio tele ustalar kursi ochilgan 6 oylik. Shunda o'qiganman. Shu radio televizor ustasi bo'lganmiz. Shunda magnitofonga ishqiboz bo'lib, lenta yozishga ishqiboz edim. Qayerda palonchi ashulachini yo palonchi qo'shiqchini yo palonchi askiyachini, askiyalar bor ekan desa, bor haligini yozib, yo mendagi bor narsani berib, u vaqtda magnitofoni bor odamlar ham maligi barmoq bilan sanolaydi-da. Shunaqa qilib shunga ishqibozligim bo'lib qoldi. Buni to'plashni boshladim. Uy muzeyida Halima Nosirova, Saodat Qobulova, Sherali Jo'rayev kabi san'atkorlar va Qo'qon atrofida yashab ijod qilgan hofizlarning jonli ovozlari yozilgan 400 ga yaqin eski plastinkalar, magnit tasmalari saqlanmoqda. Kolleksiyalar orasida 200 yillik dutor, kumush bilan naqsh solingan do'mbira, Uyg'ur tamburi va san'at darg'alari foydalangan musiqiy sozni ham uchratish mumkin. Devordagi eski choponlar, zarbof kiyimlar, turli taqinchoqlar, zargarlik buyumlari, kulollarning ijod mahsullari, o'tmishda ishlatilgan chiroqlar, bularni to'plash, saqlash uchun katta qalb egasi bo'lish kerak. Rasuljon ota ana shunday inson. Maqsadim shu muzeyimiz kelajakda agar bizga ham shu muzeyga bir munosibroq joy berilsa, shu yerda muzey tashkil qilsam, kelgusi avlodlarimizga shu o'zimiz joyimizni o'rganishga, tarixini o'rganishga yordam bo'ladimikan degan niyatim bor. Islom Nishonov, Shohyor Qayumov, Farg'onadan